All right, everybody. Hop, demak boshlaymiz. Readingdan sekin o'tishga boshlayveramiz. O'sha Cambridge kitoblaridan boshqa resurslarga hozircha ishonch hali topmadim. Shuning uchun ham balkim ko'rarmiz, lekin hozircha faqat mana shu Cambridge kitoblaridan ishlab turamiz. Qanaqa ishlanadi testni strukturasi, question typelari, ichidan chiqadigan mana o'zi qanaqa languageda yoziladi, hammasini tahlil qilib ketamiz. Keyin nima qilsak tezroq mana hozirgi ba'zilar uchun bu tekst qiyin bo'lishi mumkin, ba'zilar uchun oson bo'lishi mumkin. Hammasi o'sha hozir Cambridge test 15-3-testi. O'sha mana Henry Moray degan odam. Xo'p. Yechib ko'ramiz, hammasini tahlil qilib sizlarga bitta-bitta ko'rsataman. Birorta tushunmagan so'zlarga qolmaydi. Hech bo'lmasa endi chiqadi bir-ikkita ma'nosini chiqarib tushuntirib berishga harakat qilaman. Har bittasiga javob topib, tushunib ketamiz. Ichidan bir-ikkita so'zlar chiqadigan bo'lsa, bu yoqda Word dokumentni ham ochib qo'ydim. Bu yoqda bemalol yozib, aktiv qilib ketaveramiz agar chiqadigan bo'lsa. Okay. Xo'p, birinchi nima qilamiz? O'zi masalan, passageda oldik mana. Oldikdagi nima qilishimiz kerak? Henry Moore. Katta ehtimol bilan bitta odam ismi berildimi? Taxminan biografiya bo'ladi. Mana unisini o'qib ko'ramiz endi. Subtitleni. The British sculptor Henry Moore was a leading figure in 20th century art world. Xullas san'at haqida shu sculptor bo'lgan ekan, haykaltaroshmi shunaqa desa ham bo'ladi. Bilmadim, ko'ramiz nimaligini. Endi art haqida ketadi va shu odamni artga hayotini bog'lab aytib beradi, katta ehtimol bilan. Keyin mana shuni polni testni oxirigacha birorta tez ko'zimizni yugurtib chiqamiz. Mana shuni ko'z yugurtirib, nimalar bo'layotganligini ko'rib bo'lgandan keyin nimalar bo'lyapti, qayerlarga borgan ekan, ko'z o'zi asosiy narsalarni oladi. Keyin sekin yillarga tushadi, asosiy so'zlarga miya уже avtomatik qabul qilib oladi. Nechta bo'lsa ham. Hozir sizga ko'p tuyulayotgan bo'lishi mumkin bu tekst, lekin unchalik emas. Mana Mayan degan so'z chiqadi. Belong to an ancient civilization that inhabited parts of current day Mexico. Xullas, qaysidir bir oldingi sivilizatsiya odamlarga tegishli bo'lgan bitta nimadir, tegishlilik bo'lishi xullas. Hop, ko'rdik, bo'ldi. O'sha odam biografiyasi ekan. Birinchi savol shakli true, false, not given ekan. O'zi qaranglar, true, false, not given da qanaqa yechadi? Hop, true, false, not given. True da ma'lumot 100% match bo'lishi kerak. Hop, false da 100% mismatch bo'lishi kerak. Umuman tushmaslik kerak. Umuman xatoni aytish kerak. Ma'lumda bo'lsa 90 umuman berilmaslik kerak. Maslik kerak. Yoki 99% match bo'lishi kerak. Tushish kerak. Bu yoqdagi questionga 99% nimadirni miss qilyaptimi? Уже bo'ldi. 1% yetmayaptimi? Уже bo'ldi. Not given olaverasiz. Xo'p, mana shunga da asoslanib yechiladi. Oldin savollari bitta o'qib olinadi. Ketdi on leaving school, maktabni tugatayotgan payti shunaqa desak bo'ladi. Moray did what his father wanted him to do. Ya'ni Moray otasi xohlagan ishni qildi. Hop, rostdan shunaqami? Ya'ni endi bu yoqda savol tuzib olsak bizga osonroq bo'ladi. Bunaqa savol shakli bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham Moray otasi xohlagan ishni qildimi? Otasi u xohlagan. Ya'ni otasi xohlaganki, Moray mana shu ishni qilganda, o'qituvchilik bilan shug'ullanganda, o'qituvchi bo'lganda yaxshi bo'lardi degan xohlagan o'shani. Moray o'qituvchilik bilan shug'ullangan yoki otasi uni art bilan shug'ullanishni xohlagan, shuni ham artdan boshlagan, maktabda bitirayotgan payti. Xo'p, rostdan shunaqa bo'lganmi yo'qmi? Bilamiz hozir.
Mori began studying sculpture in his first term at the Leeds of school. Xullas, mana shu joydagi mana uni mana shu o'qiydigan joyi katta ehtimol bilan mana shu joyda uni birinchi anusida first termida o'qiganmi yo boshqa termida o'qiganmi sculptureni o'zi sculptureni o'qiganmi yo'qmi o'shani ko'ramiz. Sculpture bo'lsa o'sha bir like haykaltaroshlikda. When Mori started at the Royal mana uni ko'rsak bo'ladi yana. Mana kes chiqadi. Mana shu joyda ishini boshlaganda its reputation when Mori started its reputation for teaching sculpture was excellent. His reputation bo'lishi kerak mana shu yerda xato yozibman bilmayman. Reputatsiya degani uni like reputation ravnaqi deydimi bilmayman. Juda ham yaxshi edi boshlagan paytida. Shunaqami yo'qmi yoki kim ko'pchilik tanimagandi, reputatsiyasi yo'qdi. Okay, Mori became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. Londondagi muzeylarga tashrif buyurish natijasida qadimgi haykallar haqida bilib oldi. To become aware of degani o'sha to get to know nimadirni bilish yoki o'sha haqida xabardor bo'lish degani. Hop, Londonga borganligi uchunmi yo nimaga? O'shani topamiz hozir. Hop, mana shu joydagi sculpture attracted a lot of public juda ham ko'p public interest, qiziqish ya'ni public qiziqishini ommaviy qiziqishga sabab ya'ni bo'ldimi yo'qmi mana shu joydagi sculpture Maya sculpture Mori thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures. In certain respects ya'ni bir xil o'xshash ya'ni ba'zi bir yo'llarda degan ba'zi bir yo'llarda boshqa tosh stonelarga o'xshardi. Katta ehtimol bilan comparison bo'ladimi yo'qmi? O'sha narsasini ko'ramiz. Zo'rda mana shu true false argument solishtiradi, nimadirlar qiladi. Ana yechganda siz olasiz. Hozir shunaqa bir tushuntirib beraman. Qolmaydi hech narsa, xudo xolasa. So, artists who belong to mana shu joyga tegishli bo'lgan artistlar, okay. Ya'ni rassomlar deyapti, wanted to make modern art and architecture more popular. Rostdan ham ular mana shu modern art bilan arxitekturani, zamonaviy san'at bilan arxitekturani modern yanada popular qilmoqchimi yo'qmi? Shuni bilib olamiz. One word only. Mana shu joyga ham e'tibor qaratamiz. Keyingisi, ikkinchi type. Nima buni o'qib chiqdik bo'ldi. Tushundik. Endi karyerasi as an artist. Mana shu joyga ham e'tibor qaratish kerak. Mana birinchi question type mana get feeling mana shu. Bu type mana. Bu yoqda o'qiydigan bo'lsang ham complete the notes below. Mana ular o'zi note qilib olingan bo'ladi. Hammasi mana shularni to'ldirish kerak bo'ladi. Question type'da get feeling bo'ladi bu narsalar. Bitta so'z tanlaysiz tekstda, keyin bu yoqqa bittadan qo'yasiz. Asosiy narsa bu mana shunaqa savol turib chiqadigan bo'lsa, o'zi get feeling, mana shunaqa get feeling chiqadigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz mana shu nechtaligi shartiga qaraladi. Bitta so'zmi, ikkita so'zmi, uchta so'zmi? Keyin mana title bo'lsa, title'iga qaratiladi e'tibor. Chunki bu yarmida kelishi mumkin, boshida kelishi mumkin-da. Shu joyda mana qayerdaligini bilib olsak bo'ladi. Hop, Mori's career as an artist. Karyerasini boshlanishi haqida yilini aytib qo'ygani, endi nisbatan ba'zilarda yil bo'lmaydi-da. Exhibition mana shu joyda keladi, birinchisi mana shu joyda ekan. Urged is urged xohladi to offer his nimadirni offer qilish xohladi and leave the leave qilishi ya'ni o'sha Royal College'da dan ketish xohladi is urged to offer his unga nimadir o'sha offer qilinibdi va o'sha 1940-yilda Royal College'dan ketishga sabab nima o'shani topamiz. 1940-yilda hop u turns to drawing ya'ni chizishga o'tadi. Sababi because
nimadir sababi for sculpturing are not readily available. O'sha paytda sculpting tayyor bo'lmaydi, ya'ni haykaltaroshlik u paytda tayyor bo'lmas ekan. While visiting hometown, o'zini shahriga qaytganda, Murray does some drawings, ya'ni ozgina nimadirlarni chizar ekan. O'shani bilib olamiz. Moore is employed to produce a sculpture of nimadirni haykaltaroshni yaratishga ishga yollanibdi. Nimadir start to buy Moore's work. Kimlar Moore'ni ishini sotib olishni boshladi. O'shani topamiz. Xo'p. Moore's nimadir increased, yanada oshgan nimasi makes it possible for him to do more ambitious sculptures. Uni bir nimadir yanada increased reputation-mi, nimadirmi, yanada yoki increased amount of money-mi, shunaqa. Hop, 1950lar bizga kerak emas. Bo'ldi. Hammasini o'qib chiqdik, bo'ldi, tushundik. Endi bitta shunday o'qib ketaveramiz. Bitta ham hech narsa qolmaydi. Explanation bo'layotganda уже tez o'qib ketish shart emas. Lekin testda tez o'qish kerak bo'lib qoladi. Xo'p. O'qiymiz. Henry Moore'ni kimligini bilib olamiz. Qiziq mavzu. So'zlar chiqadigan bo'lsa, tirs yozib olamiz shu yoqqa. Xo'p. Henry Moore was born in Castifold, a small town near Leeds in the north of England. He was the seventh child of Raymond Moore and his wife Mary Baker. Okay. O'sha mana shu joyda tug'ilgan ekan, mana shu Raymondning 7-o'g'li bo'lgan ekan. Okay. He studied at Castle Grammar School. From mana shulardan boshlab o'qigan ekan. His early interest in arts was encouraged by his teacher. Ya'ni o'qituvchi tomonidan ta'sir qilgan ekan, encourage, ya'ni ruhlantirilgan ekan artga qiziqishi. Hop, after leaving school, maktabni tashlab ketgandan keyin Moore hoped to become a sculptor, but instead he, ya'ni o'sha sculptor, ya'ni o'sha haykaltarosh bo'lish xohlagandi, hoped umid qilgandi, instead, but lekin uni o'rniga he complied. Comply degani nimadirga comply degani birorta buyruqqa amal qilmoq, obey degani. Complied with his father's wish. Otasining anusiga, xohishiga amal qildi. That he trained as a school teacher. Hey, mana guys, aytdim, maktab o'qituvchi sifatida train qildi. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in France. Plus urushga borganda o'sha majbur bo'libdi. O'sha trainingga, lekin ungacha training qildi, maktabni bitirgan, o'qigandan keyin. Xo'p, bo'ldi, chiqdi javobi. Oson, qiyin emas. Boyaga aytgandek, nima dedi? On leaving school, maktabga ketayotganda what Moore did what his father wanted him to do. To'g'ri, otasi uni o'sha o'qituvchi bo'lish xohlaganda, bu complied, mana shu yerda yozib ketsam bo'ladi. Comply, mana he did what his father wanted him to do degani u otasi uni xohlagan ishini qildi deyapti ma'nosi. Endi bu savolda. Bu savol deydi. Endi bu yoqda nima deyapti? He complied deyapti with his father's, otasining wish. Bu yoqda u otasini xohishiga amal qildi deyapti. Ya'ni otasi, ya'ni o'qituvchi, ya'ni shu sculptor bo'lishni o'rniga instead u otasini xohishiga amal qildi. Bo'ldi. Nima bo'ladi bu? Absolutely true bo'ladi. Bu yoqda bunday yozib qo'yamiz. Xo'p. Yo'q, bu emas. Bu emas. Mana. Xo'p, mana bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, bu emas. Adashibmiz.
Oh my god. Mana u yerga nima adashtirishyapti-da. True, bo'ldi. Qizil qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Red one. Okay. Hop, bizga kerak emas hozircha. Qaytamiz endi. Shunaqa o'qib sekin chiqaveradi. Tugadi, bo'ldi bu. Qaytmaymiz bu yoqda narigisida yo'q, chunki hali ishini boshlamadi karyerasini sculptor sifatida. Chunki urushga jo'natildi, bo'ldi. Hali sculpture haqida gap ketmadi. Gap yo'q, birinchi jahon urushida qatnashgan ekan 1917-yilda. Hop, after the war, urushdan keyin more enrolled nimadirda qatnashdi at the Leeds School of Art. Mana shu joyda Leeds Schooldagi maktabda darslarga qatnashdi art bo'yicha. Where he studied for 2 years. 2 yil o'qibdi u yoqda. In his first year, birinchi yilida he spent most of his time drawing, rasm, ya'ni prosta chizishlar bilan o'tkazibdi birinchi yilda. Although he wanted to study sculpture o'rganish xohlasa ham, lekin u rasm chizish bilan o'rganibdi birinchi yilida. No teacher was appointed until his second year. Ya'ni o'sha ikkinchi yilgacha hech kim uni yollamadi, ya'ni birorta dars o'tib beraman demadi. At the end of that year, shu yilda oxiriga he passed the sculpture examination. Ya'ni o'sha sculpture, ya'ni o'sha haykaltaroshlik testidan o'tadi and was awarded a scholarship to the Royal College Art in London. Ya'ni Londondagi kollejga qabul qilinadi. In September, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. Ya'ni o'sha undan Londonga o'tgandan keyin advanced, ya'ni yuqori darajadagi sculpture, ya'ni haykaltaroshlikda o'rganadi. Nima deyapti bu yoqda? Birinchi yilda o'rganmagan ekan, lekin bu yoqda aytgan. Hop, mana ketdi. More began studying sculpture in his first term. Birinchi yilda deyaptimi? First term degani birinchi yilda. He began deyapti. Birinchi yilda o'rganishni boshladi. Aynan Leeds Schoolda. Lekin bu yoqda nima deyapti? Mana he began deylik. He began studying sculptures in his first term. U birinchi yilda, first term degani o'sha birinchi yilga nisbatan aytiladi. Birinchi yilda haykaltaroshlikni o'rganishni boshladi deyapti. Hop, shunaqa deyapti ekan. Endi bu yoqda nima deyapti? Hop, bu yoqda aytyapti. In his first year, birinchi yilida, he spent most of his time drawing. In his first year, u birinchi yilida, he spent most of his time drawing. U birinchi yilini chizish bilan o'tkazdi. Hop, mana u birinchi yilini haykaltaroshlik o'rganish bilan boshladi deyapti. Bu yoqda aytyapti, u birinchi yili shu ko'p vaqtini rasm chizish bilan o'tkazdi deyapti. Mosmi? Mos. Bu yoqda aytyapti, birinchi yil sculptureda o'rgangan deyapti, bu yoqda aytyapti, drawing qilgan deyapti. Nima bo'ladi bu yoqda endi? False bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda ikkinchi kursda o'rganishni boshladi deyapti. Ikkinchi kursdan boshlab examinationni o'tdi deyapti. Birinchi kursdan o'ta olmadi deyapti. Which has to be false, guys, false. Bo'ldi. Undan tashqari hozir bu yoqdagi mana Royal College'ga ham aytib o'tib ketdi. When more start at them. Its reputation for hech narsa berilmagan bu yoqda. Hozir o'qib ko'ramiz reputatsiyasi haqida. Hech narsa berilmagan. London, ya'ni o'sha Royal College'ga o'tdi. Hech narsa, okay.
Keyingisini o'qiymiz. Alongside the instruction he received, ya'ni shu at the Royal College, Moray visited many of the London museums. Yo'q, bu yoqda umuman berilmagan. Shu berilmagandan keyin aytyapti, shu Royal College'ga kirgan, qabul qilingan, 3 yil advanced kursni o'qishni boshlagan, lekin u yoqda reputatsiya haqida gap ketdimi, to'g'ri, hech narsa haqida gap ketmadi. Yo'qligi uchun ham not given bo'ladi. Mana keyingisida o'sha muzeumlar haqida gapirish boshladi. O'sha sekin mana shunaqa ko'p kitob o'qiydigan bo'lsangiz, hozir men buni bittada seza olyapman. Sababi ko'p artikl o'qiganligim uchun. Artikl o'qishni ham qanaqa ko'rsatib beraman bitta. Xo'p, davom etamiz endi. Xo'p, alongside the instruction he received at the Royal College, o'sha Royal College'dagi tizimdan, ya'ni o'sha bir o'qish, ya'ni bir ta'limdan u qabul qilgan ta'lim bilan birgalikda Moray visited many of the London museums, ko'plab Londondagi muzeumlarga tashrif buyurdi, particularly British Museum, ayniqsa o'sha British Museumga, which had a wide ranging collections of ancient sculptures. Qadimgi juda ham ko'p bo'lgan har xil turdagi ancient sculpturelar ni o'z ichiga olgan British Museumga deyapti. During these visits, aynan mana shu tashriflar davomida deyapti, he discovered the power and the beauty of ancient Egyptian and African sculpture. U o'sha qadimiy Misr va Afrika haykaltaroshlik go'zalligini va kuchini kashf etdi deyapti. And he became increasingly interested in these primitive forms of art. Primitive degani mana shu ancient, ya'ni oldingi, avvalgi asrlarga tegishli bo'lgan san'at ko'rinishlar, form degani har xil ko'rinishlariga qiziqishi, ya'ni juda ham qiziqib ketib qoldi. And he turned away from European sculptural traditions. Yevropa sculptural, ya'ni o'sha haykaltaroshlik an'analaridan turned away, uzoqlashib ketdi. I'm sorry. Okay. Hop, bu yoqda nima deyapti? Moray became aware of ancient sculpture as a result of to'g'ri. Ya'ni bu yoqda aytyapti, o'sha ancient sculpture, qadimiy haykaltaroshlik haqida bilib oldi, Londondagi muzeumlarga tashrif buyurishi bilan, to'g'rimi? Bu yoqqa borib ancha qiziqishi ham ortdi, bilib ham oldi. Avtomatik true bo'ladi bu. Bo'ldi. Xo'p, buni o'chirib qo'yamiz. Keyingisida Moray thought, yo'q, bu haqida hali gapirmadi. Xo'p, hali karyerasini mana galeriya haqida gapirilmadi, ha? Moray turns to drawing because o'sha bo'ldimikan, o'tib ketdimikan bu? Yo'q, hali bu yoqqa kelmadi. Hozir ko'ramiz. Sekin o'qib ko'ramiz, bizga qizig'i yo'q. Hammasini tushunyapmiz, tushunmagan joyimiz qolmayapti. Har bitta so'z, bitta ham so'z qolgan rostdan tushuntirib beryapman. After graduating, o'sha bitirgandan keyin deyapti. Graduate degani tamomlamoq. Moray spent the first 6 months, birinchi o'sha 6 oyni, mana shu 1925 traveling in France. Fransiyada travel qilib o'tkazibdi. When he visited mana shu muzeumga, Parijdagi Trocadero muzeumga tashrif buyuribdi. He was impressed by a cast of Maya sculpture. Shu qadimiy sivilizatsiyaga by a cast of degani shu ko'rinishi nimadir, sculpturega impress bo'libdi. Impress degani o'sha hayratlanibdi, astonished, astounded bo'libdi. Of the rain spirit, yomg'ir ruhiyatini, yomg'ir ruhi sculpture haykalini ko'rib bir impress bo'libdi, hayratda qolibdi. It was a male, u erkak kishi edi, reclining figure, nimadir qilayotgan,
with its needs and drawn upon together. Ya'ni o'sha yerga bir tizzasi bilan birga turganmi deyapti. Bilmayman ko'p ma'nolarini nima deydi, reclining bilmayman ma'nosini. Просто knee tizzasi drawn up together birgalikda yig'ilib, and its head at a right angle. To'g'ri shaklda edi kallasi. Ma'no chiqarish ham shart emas bu yoqda. Просто ta'sirlayapti. Ta'sirlash nizashda kerak emasda. To its body, Hop became fascinated, to become fascinated with something degani nimadirga qiziqib qolish, fascination, hop this stone sculpture. Aynan mana shu stone, mana shu tosh sculpturega qiziqib qoldi. Which he thought had a power, an originality that no other stone sculpture possessed. Ya'ni u o'ylaganda umuman boshqa toshlarda bunaqa kuch, bunaqa originallik yo'q edi. He himself start carving a variety of subjects in stone. O'sha toshlarda уже carve degani chizish, iz qo'yish, including depiction of reclining women, recline qilayotgan ayol kishini chizish bilan mother and child groups, and masks. Shunaqa chizishlarni ham boshladi. Okay, bitta shunday qaraymiz. Nima deyishyapti u yoqda? Hamma narsa mana shu joyda attract a lot of public interest haqida gap bormi bu yoqda, guys? Umuman ommaviy qiziqish haqida gap bormidi? Yo'q, ommaviy qiziqish haqida umuman gap ketmadi. Yo'q, просто mana qiziqib qoldi. Kim? Mana shu Moreni o'zi qiziqib qoldi, lekin ommaviy qiziqish haqida gap ketmadi. Or thought sculpture was similar, ya'ni in certain respects to other stone. Ya'ni More o'ylagandi, o'sha Mayan sculpture ham qolgan ba'zi bir yo'llarda boshqa stonelarga ham o'xshash edi. Deyapti. Lekin yo'g'da unaqa demagandi. All right. Which is false. Right? Okay. Man, that's something. Probably is going to be true. 1930dan boshlaymiz, hozir yil chiqadigan bo'lsa. Okay, mana 1930 chiqdi уже. Undan oldin bitta ikkita bor. Просто o'qib ketaveramiz. Okay, more exceptional talents soon gained recognition. Gain recognition degani tanilmog'i, yozib qo'ying. Gain recognition. Okay, yana bitta bor. Rise to fame. yoki prominence. Rise to prominence. Yaqindek bo'ladi. Ya'ni become popular degan xullas. Hammasi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Okay. Aytishimiz mumkin. Once you get a band 9, only then can you gain recognition. Widespread recognition. Recognition. 9 oydan keyin yaxshi tanilasan deyapman-da. Hop, ana shunday qilib qo'yaylik. Okay. Right. And 1926 he started work as a sculptor and a sculpture instructor. Ana Royal College'da уже ishni boshlabdi. Kim? Haykaltarosh o'qitish bo'yicha 1926da. 1933da deyapmiz. He became a member of a group of young artists called Unit 1. Unit 1 deb nomlangan young artist jamoasiga qo'shildi. The aim of the group was to convince English public of merits
The emerging international movement in modern art and architecture. Mana nima deyapti? UNIDIM nomlangan jamoani asosiy narsasi shu modern zamonaviy art va arxitekturadagi nima edi? Convince English public shu ingliz tili bilan nima deydi? Xullas aholini ko'ndirishida mana shu zamonaviy arxitekturani rivojlantirishga. Sizlarga true deganmadim, oxirisi taxminan, chunki shunaqa bo'lib kelyapti-da. Yes. The artists who belonged to Unit 1 wanted to make modern art. To'g'ri mana shu. Okay. True. Xohlaganda yo'qda nima dedi? Popular qilmoqchimidi? Ko'pchilikda aniq qildi, yangi artistlar convince qildi. Alpha Group would convince English public of the merits of emerging international movement, modern art and architecture. Popular qilmoqchimidi yo'qmi? Convince. The English public of merits. Popular haqida gap ketmadi-da. Turmas ekan, adashibman. Not given. More degani yo'q. Less bunaqa chalg'imizda. Sekin davom etamiz. Hop, ketdi. More moved away from the human figure to experiment, ya'ni o'sha ancha uzoqlashdi to experiment with abstract shapes, ya'ni bir abstract bo'lgan ideyalar bilan shakllantirishga harakat qilyapti nimadirlarni. Okay, he held an exhibition at the mana shu galereyada exhibition qildi. His work was enthusiastically welcomed by fellow sculptors. Qolganlar tomonidan yaxshi qabul qilinibdi, but the reviews in the press were extremely negative and turned more into a notorious figure. There were calls for his resignation, whatever. Resignated. And the following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at the katta ehtimol bilan mana shu. There were calls for his resignation from the the following year, his contract expired, he left to katta ehtimol bilan mana shu. Ketdi boshlaymiz endi. Bu tugadi. By press, Moyes to offer his mother and leave the royal. Offer his talab qilindi, uni nimadir. Offer degani there were calls, ya'ni o'sha talab unga takliflar qilindi degani. There were calls for his resignation from the royal college, ya'ni o'sha yoqdan bo'shashi taklif qilindi deyilyapti. Bo'shashi menimcha resignation perhaps. There were calls. Telefon qilinganda nimalarni offer qilganda demoqchi bu yoqda. O'shani aytyapti. Hop. I urged to offer his endi mana yozamiz bu yoqqa. Resignation boshqa. Resignation nima o'zi? Resignation. Okay, to'g'ri. Keyingisi consider because nimadir yetarli emasdi. Hop sekin o'qiramiz, ichidan so'zlar chiqib qolsa baribir boshqachada.
Throughout mana shu yil davomida didn't show any inclination, birorta xohish ko'rsatmadi to please public. Okay, kimnidir publicda birorta xursand qilishga urinmadi. He became interested in the paintings. Paintinglarga qiziqdi. Spanish artist whose work, Pablo Picasso bor edi, shu haqida whose work inspired him to distort the human body in a radical way. O'zgartirishlarga at times he seemed to abandon human figure altogether. The page of his from his period show his ideas of abstract sculptures that bore little resemblance to human form. Bore resemblance to something degani. Hop, bear a little resemblance deyapti. Strong degani bor. Resemble degani o'xshamoq degani mana. Buni yozib ketaylik. Resemble. Like nima desa bo'ladi? O'xshash. Look like. Hop, endi bear o'tgan zamon shakli bore. O'xshardi, ma'nosi o'xshardi bo'lib chiqadi. O'shanda bear a strong desak bo'ladi. Mana shu yerda bear strong resemblance mana resemble the noun shakli. Resemble to something. Nimadirga kuchli o'xshash. Judayam o'xshash. And the bear little resemblance deyapti bu yoqda. Resemblance to something deyapti. Ozgina nimadirga o'xshardi. O'xshamoq. Hop, bu yoqda aytyapti. Sculpture uni o'sha haykallari that bore little resemblance to human form. Ya'ni o'sha odamga ozgina odamga o'xshardi. Odam emas xullas. Hop, mana shu 1940-yilda during the Second World War Morris stopped teaching at the mana shu joyda o'qitishni tugatibdi and moved to farmhouse about 2 miles north from London. A shortage of material forced him to focus on a shortage of materials. Materiallar yetishmaganligi, shortage degani yetishmovchiligi forced him, majburladi uni to focus on drawings. Chizishga majburladi. He did numerous judayam ko'p bo'lgan small sketches of Londoners. O'sha londonliklarni sketchlarini yasadi. Later turning these ideas into large colored drawings in his studio. Juda katta bir rasmlarga aylantirdi keyinchalik. 1942-yilda he returned mana shu joyga qaytibdi to make a series of sketches of the miners who worked there. Shu minerlar orada ishlaganlarda rasmlarini ishlab chiqarish uchun. Asosiy sabab nima ekan? Shortage of material bo'lgan ekan. Bu yoqdagi asosiy sabab because were not readily available. Materials bo'ladi. Materials. Yetarlicha bo'lmaydi bu yoqda. Keyingisi while visiting his hometown, Mori does some drawings of uyga qaytganda nima edi? Miners bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz yana qaytib. Employed to produce. Ishga yollandi. Hop, uyga qaytayotgandami? Hop. He did numerous later turning his idea. He returned to mana shu yerda tug'ilgan o'zi, uyida, to'g'rimi? Mana shu uyini nomi, mana shu yerda tug'ilgan o'zi, to'g'rimi? Mana shu uyga qaytganda he made a series of sketches, drawings, rasmlar qildi of the miners who worked there. Bo'ldi. Minerni topdik. Davom etamiz. 1900-yilda Harlow, a town near London, offered More a commission talab qilgan, ya'ni offer qildi for sculpture depicting a family. Ya'ni birorta oilani tasvirlaydigan, depict degan ko'rsatib turgan, tasvirlaydigan haykal. Commission taklif qilindi. Pul degan commission.
Employed to produce a sculpture of a family. Well, depicting family deyapti. Well, yana nima bo'lardi? Start by kimdirlar uni narsasini sotib olishga boshladi. Top. The resulting word signifies a dramatic change in away from experimentation towards a more natural or humanistic subject matter. He did dozens of studies in clay for sculptures. These were cast and issued in edition 79 copies of просто ma'lumot beryapti bu yoqda. In this way, work became available to collectors all over the world. Collectors. His work became available. Kimlar uchun? Available bo'ldi, collectorlar uchun, all over the world, dunyo bo'ylab. The boost to his income enabled him to take on ambitious project. Take on degani qabul qilish, olish, nimadir mas'uliyatini olish, yaxshi bir ambitious projectlarni boshlashga harakat qildi. Start working on the scale he felt his sculpture demanded. Okay. Collectors bo'lar ekan bu yog'i. Hop. Bunday qilib collectors started to buy his work. To'g'ri. Keyingisi nima edi? Another increasing makes it possible for him to do ambitious sculpture. Increased income. Bo'ldi, uni ham o'qib oldik. And money deganligi income makes it him to do more ambitious sculptures. Ambitious deb bu yoqda projects deyapti. Ambitious projects, nimasi? Boost. The boost in his boost. Ya'ni shu income'dagi o'sish deyapti. Unga shu bir ko'p narsalarni qilishga yordam beradi. Prosta qolganini o'qiymiz. Javob chiqib bo'ldi. Prosta so'z chiqadimi yo'qmi? Qiziqroq so'z chiqsa. Deb o'qiymiz bu yoqni. Critics kritika qiladiganlar who had begun to think that more had become less revolutionary were proven wrong by the appearance in the first series of standing figures and bronze, harsh and angular pierced fronts, distinct impression of knees. Okay. Also varied subject matter degani subject, mavzu, nimadirni temasi in the such works as these were rare examples of nimadir. His visit when he opportunity to study ancient works of thought. In his final years, he created another to promote art, appreciation, and display. Promote art, appreciation. Promote degani o'zi targ'ib qilish. Hop, art appreciation. Appreciate degani qadrlamoqni nimadir. Art appreciation, ya'ni o'sha san'atga bo'lgan qadrni yanada yaxshilashga urindi. Hop, bo'ldi. Boshqa gap tuzmasmiz. Menga prosta writingga tushib qolsa, mayli. Yozib qo'yamiz mana shuni. His work. Moore was the first modern English sculptor to achieve international critical acclaim, and is still regarded as someone degani kimdir deb bilinmoqda, one of the most important sculptors of the 20th century. And he is still regarded one of the most important sculptors of the 20th century. 20-asrning eng muhim shu haykaltaroshlaridan biri sifatida qaraladi degani. Regarded as yoki considered as. Bo'ldi. Hop, buni ko'ramiz hozir javobini. Nima edi nomi? Henry bo'ldi. Xatochalari bo'lsa kechirasizlar deydi. Hop, Google'chaga kiramiz. Oldin umuman yechmagandim buni. Shu sizlar bilan yechmasam, o'zim ham yechmayman-da buni. Hop, Henry Moore reading. Boyagi manidan kopiya qildim. Mana o'zi buni chiqarish, mana test uchun deb chiqarib qo'yganman, chunki bu yoqda yozib bo'lmas ekan originalsiga, o'shanga. Mana javoblari. Yo.
test 1 o'zini ko'rsam bo'lardi. Reading answers. Wow. Hop, ko'ramiz. True deyapti, to'ppa-to'g'ri. Tushuntirdim sizlarga yozdim. False deyapti. Hop, keyingisi not given. Keyingisi true. Keyingisi not given. Mana bo'lyapti. Uzr. Yo'q, hozir javob ko'rinib qolmasin-da. Qaraymiz. Ha, biluvdim-da. Hop. Internet. Alhamdulillah. So, bitta o'g'liniki bo'lsa ekan mayli ekan-a. Alloh qo'yganini ko'ramiz. Hop, mana true ekan. Odam asabini buzib. Biluvdim-da, o'shanga ham 8,5 olganman-da. Mana not given sababi more popular. Ikkilandim-da, true deb o'ylayaptim o'zi. Okay. Oh my god, hamma yoqda reklama. Xullas qolgani katta ehtimol bilan resignation, materials, minors, family, collector income. Hammasi katta ehtimol bilan to'g'ri chiqadi. Hozir screenshot olamiz unda. Test chiqishi bilan reklama boshlab ketib qolyaptim-da. Internetdan juda ham sekinmi deyman-da. Oh my god. False true. False true. Xullas bitta mana shu true bo'lish kerak edi. Qolgani mana resignation, materials, minerals, family, collectors income bo'ldi. Bitta mana shunda o'zi biluvdim. Mana shuni asosiy maqsadi shunaqa public anonsini olmoqchi edi. Popular. Nimasiga chalg'idim, ha? Meritga chalg'idim-da. True deyatuvdim o'zi. Okay, anyway, o'shanga ham 8,5 oldim. Xo'p, mana shunaqa yechiladi, guys. Boshqacha ham bo'lishi ham mumkin emas. Keyingilari ham bor. Buni mana chiqib ketdik. Man odamni ezordi. Keyingisi bor. Hop. Passage 2. Ertaga buni ham bitta ko'rsatib beraman. Boshqacha struktura, ya'ni test shakllari bor. Bugun mana shu get feeling ko'radigan bo'lsak, mana hammasi to'g'ri chiqdi. Tushunsalar ham bo'ldi. Hop, true false not given. Bitta xato chiqdi. Chunki meni ham o'z ba'zida nima deydi? Eng qiyini menimcha mana bu yoqda aytyapti. O'yladim, yo'qda mana unit 1 deb. The aim of the group moment to convince English public. Ya'ni English publicni ko'proq nima qilish, nima deydi? Convince. Aynan mana shu modern art bilan architecture'ga qiziqtirish degandek bo'lyapti bu yoqda. O'shanday ma'noda kelyapti. Sizlarga tushuntirib turib ham mana shuni ozgina ikkilanib turdim. Meritga chalg'itdim. Okay,
There is no justification, okay? Things happen. Xo'p, endi qanaqa qilib mana shunaqa oshirish mumkin? Ha? Deyapti. Mayli 39 ta chiqsa ham baribir 9, to'g'rimi? Qanaqa mana shuni normalniy, любой четкий tushunib, birorta mana qolmadi tushunmagan narsamiz. Hammasini tushundik. Hammasi to'g'ri chiqdi даже. Qanaqa qilish mumkin, ha? Endi mana shunaqa tushunish uchun. Bitta yo'li bor. Artikel o'qish kerak. Hop, bu yoqda artikellar ko'p. Masalan, ko'rsataman hozir. Hozir qanaqa artikellar o'qiyman. Hop. Artikellar ko'p. Har xil o'qiydigan. Endi birinchi o'qiganimda hozir ko'raylikchi, bor bo'lsa bormikan? Hop, artikel yo'q ekan hozir. Hop. Mana oldingi testlar, test 1, test 2. Ancha oldin o'tdi. Hozir New Scientist'da bir o'qiyotgandim, qaysidir davrlarda. O'tgan oy o'qiyotgandim buni. Masalan, sizlar boshqacha agar tushunmaydigan bo'lsangiz, buni boshlashing shart emas. Bu hozir shu 7+lar uchun. Hop, nima qilish kerak? Mana shunaqa bitta artikellar olib o'qish kerak. Mana kuniga bittadan. Mana shuni bir kunda mana shuni olib turib tugatish kerak. Sizlar birinchi boshlasalar ham bo'ladi, sal osonroq. Hop, birinchisi o'sha boshlashga B1, B2 lar uchun Reader's Digest degan bitta anov bor. Magazin bor, jurnal. Mana shuni o'qiysizlar. Shundan o'qishni boshlaysizlar. Masalan, bir 5 tasini tugatsalar ham, 5 tasini tugatadigan bo'lsalar, shuni bunda kam o'zi. Mana bunaqa keng, ya'ni nima deydi, dense information bo'lmaydi. Bir 5 tasini tugatgandan keyin hop, уже B2, solid B2 bo'lasizlar. Taxminan. Bu o'qishni ham o'rganish kerak. Uni ham bitta video qilaman, qanaqa qilib o'qishni. Solid B2 bo'ladigan bo'lsalar ham, hop, kanalimda agar bilmaydigan bo'lsalar ham o'sha tashlab qo'yaman. U kanalda o'zida har doim artikellar tashlayman. Bu yoqda Psychology Today degan bor bitta. Psychology Today rasmlar bilan, today emas, har doim tashlab turaman buni. Mana shuni o'qiladi. Solid B2 bo'lsalar ham. Yoki C1 dagilar ham o'qisa bo'ladi buni. O'sha 7 dagilar. 6,5 7 dagilar o'qisa bo'ladi buni. Xo'p, bundan ham bir taxminan tugatish kerak. Bitta yoki ikkita tugatish kerak. O'zi bu ko'p. 115 bo'ladi, 116 bet bo'ladi yoki 117 bet bo'ladi bu. Men o'zim bir 4 tami, 5 tami tugatganman mana shuni o'zidan. Oxiri keyin bir oddiy bo'lib qoldi. Ichidan kam so'z chiqadigan bo'lib qoldi. Speaking uchun, writing uchun chotki bu. Hozirgi ayniqsa muammolar haqida chotki gapirib beradi. Ideyani yorib olishga. Keyin C1, solid C1 bo'lgandan keyin yoki C1 bo'lgandan keyin уже mana uni o'qishni boshlasa ham bo'ladi. New Scientist, test. New Scientist o'qisa ham bo'ladi. Bu yoqda o'sha bir sal ozgina o'sha murakkabroq yozadi. Think of the children. Think of degani mana agar yaxshilab bilmaydigan bo'lsanglar, think of degani think about, ya'ni children, bolalar haqida o'ylang deyapti. To stop Earth population plummeting. Plummet nima degani? Kamayish, ya'ni yer aholisining kamayishini to'xtatish uchun we must find ways to persuade people to have more babies. Ya'ni odamlarni ko'ndirishga ko'proq to have babies. Bola ko'rmoq bo'ladi, bolali bo'lmoq. Shuni to have baby. To have a baby. People do not want to have a baby. O'sha bola ko'rdisi, bolali bo'lgisi kelmaydi. Shunaqa. Bilmaysizlar mana shunaqa narsalarni. Yoki plummetingni bilmaysizlar yoki persuade'larni bilmasliginglar mumkin. Warren's a provocative book. Provocative va ogohlantiruvchi kitob aytadi. Mana shu kitobda keyin
kitobni bir view qilib, tahlil qilib beradi bu yoqda. Keyin endi mana u ham zo'r so'z ekan, mana shuni ham. As we grow richer, boy bo'lishimiz bilan we are more reluctant to abandon career and leisure opportunities to have children. To become more reluctant to abandon nimadir. Ya'ni strukturada bu. Masalan, as nimadir bo'lganligi bilan we are more reluctant. Mana shunaqa strukturalar chiqishni boshlaydi. Keyin ishlatasizlar speakingda, writingda, keyin yaxshi balab chiqaverasizlar. To abandon something. To do something, nimadir qilishga, nimani o'zi qoida nimadir bo'lganligi uchun we are more reluctant. Reluctant nima degani? Nimadirni xohlamaslik. Xohlamaslik, abandon, tark etish. Nimadirni tark etishni xohlamaydigan bo'lib qoldik biz. Nimadirga erishish uchun, nimadir qilish uchun. Nimadir sabab. Masalan, bu yoqda nima deydi? As we grow richer, boy bo'lganligimiz, ya'ni boy bo'lishimiz bilan deyapti. Biz shu o'zimizni karyeramizni, leisure, o'zimizdagi opportunity mana buni ham xato yozibdi. O'sha imkoniyatlarda voz kechishga, abandon, tark etishga judayam xohishimiz kamayib ketyapti. Aynan bolali bo'lish uchun, bolada shunaqa. Masalan, aytishimiz mumkin, as we are surrounded by screens all day long. Kun bo'yi mana shu screen, ya'ni o'sha deraza deganda, ya'ni oyna, telefonni nazarda tutyapman. Telefon bilan o'ralganligimiz tufayli we are more reluctant, ya'ni xohishimiz kamayib ketyapti. Xohlamay qo'yamiz, to abandon bad habits, reluctant, to abandon bad habits, like unhealthy, negative habits deylik. Negative habits like scrolling social media mindlessly. Social mediani просто bir qanaqadir maqsadsiz scroll qilaylik. Scroll degani videolarni ketma-ketlikda ko'rib, social media mana shunaqa negativ habitlarni tark eta olmaydigan bo'lib qoldik. To nima qilish uchun? To focus on our overall health and nima? Ashna aytsak bo'ladi. Ya'ni o'zimizni sog'lig'imiz haqida qayg'urmaydigan bo'lib ketdik. Просто masalan, mana shu telefonda ko'p o'ynaganligimiz bilan mana shu sedentary lifestyle'imiz bor bizda. Faqat inactive lifestyle'ga o'rganib qolganmiz. Bir physical activity bilan shug'ullanmaymiz. Shunaqa. Mana shunaqa struktura. Buni ishlatib chiqadigan bo'lsangiz bomba. Shunday kirasiz. Hech qaysizlar ham bilmaysizlar bunaqani o'zi mana shunaqa readinglarda chiqadi. O'shanga ham speaking, writing kuchayib ketaveradi, o'qisalaring. Mana shu reading hamma narsaga base knowledge bo'lib beradi. Xo'p, masalan, reading qilinganda nima bo'ladi? Reading qilinganda birinchi bo'ladigan narsa lexicon, vocabulary oshadi. Vocabulary. Anaqa desak bo'ladi. Birinchi boost in vocabulary. Ya'ni shu so'zda o'sish bo'ladi. Ikkinchisida increased exposure to a wide range of grammar structures.
Xo'p, mana shu judayam kitob o'qiganingiz, mana shunaqa bir artikellarni tahlil qilib o'qiydigan bo'lsangiz, judayam ko'p bo'lgan, turli xildagi grammatik strukturalarga o'sha exposure kuchayib ketadi sizlarda. Ya'ni exposure degani mana shunaqa narsalarni juda tez ko'radigan bo'lib qolasizlar. Mana shuni to'g'rilaylik. Bizga kerak emas bu. Bizga ham kerak emas. Xo'p, mana ya'ni o'sha turli xil grammatik strukturalarni ko'rib, yaxshi bo'ladi-da. Ya'ni tushunishlar yanada ortib ketadi. Endi bu narsa o'sha deeper understanding yoki deeper, chuqurroq, richer degan bo'ladi. Understanding olib keladi. Understanding and longer retention. Xo'p, qachonki masalan grammatik vocabulary o'sadigan bo'lsa, undan keyin grammatik strukturalari normalniy exposure bo'lsa, ko'p har xil, ya'ni familiar bo'lib qolasiz, tanish bo'lasiz har xil strukturalar mana bunaqalar bo'lavergandan keyin bir marta qiynalasiz tushunib olishga, lekin bitta tushunib olganingizdan keyin 10-15 marta gap tuzadigan bo'lsangiz, уже exposure ko'p bo'ladi, oddiy, simple bo'lib qoladi sizga. Undan keyin o'shani natijasida deeper understanding, chuqurroq tushunasiz va tushungan narsangizni ko'p qaytarilgandan keyin uzoqroqqa yetib boradi. Retention degani eslab qolish, ancha eslab qolasiz. Xo'p, undan keyin nima bo'ladi? Xo'p, so'z grammatika natijada mana grammatika ham aktiv bo'ladi. Xo'p, mana uni bunday qilaylik. Grammatika ham aktiv bo'ladi bunda. Chunki har xillarini ko'rasiz, aktiv bo'ladi. Mana uni ham ko'p ko'radigan bo'lsangiz, bu ham aktiv bo'ladi katta ehtimol bilan. Plus passiv so'zlar ham ko'payadi bunda. Xo'p, bu narsa keyin mana speed readingni oshirib beradi, tez o'qishni. Tez o'qish nimaga yordam beradi? Nima deydigan bo'lsa, mana examga kiradigan bo'lganingizda 60 minut bor-ku, 60 minutda birpasda o'qib olsangiz bo'ladi-da. Sizlarga hozir mana testni o'zim birpasda yechib olsam bo'ladi, unaqa qiyin emas. Tez o'qib ko'p emas o'zi bu. Bu yoqda men mana bunaqa artikeldan bir 5 hafta o'qiyotganimda mana ko'rib turibsizlar. Ozginada bu, hech narsa. Birpasda o'qib olaman buni. Chunki ko'p o'qib yurganman. Speed reading rivojlanadi. Xo'p, yana bu nimaga yordam beradi deydigan bo'lsa, bu listeningga foydasi bor. Listeningda ham savolni o'qib, ham tushunish kerak bo'ladi, ham o'sha savolni tez tushunib olish kerak. Yo'qda nima bo'ladi? Multitasking bo'ladi. Ham listeningda mana berilayotgan savolni tushunib turib, ayniqsa multiple choice'da har xil ayniqsa uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, tez ham optionlarni, ham ularni o'qib olishingiz kerak. Nima haqida gap ketyapti tushunib turib, yo'qdagi kontekstni eshitib, solishtirib ketish kerak bo'ladi. Chunki masalan, agar sizga bu yoqda aytilmagan narsalarni chiqmaydigan bo'lsa, cross qilasiz, chiqmaydi bo'ldi deysiz, kerak emas deysiz. Chiqadiganlari bo'lsa, chiqdi deb ikkitasi qoladi, shunda solishtirib qaysi birini o'ylaysiz, o'shanda yordam beradi speed reading. Plus mana vocabulary, exposure bo'lgan mana grammatikga ham, bunga ham listeningga ham yordam beradi. Bu keyin yana nimaga yordam beradi? Xo'p, o'sha understanding kuchaygandan keyin u comprehension kuchayib ketadi. Mana bunaqa vocabulary boost bo'lsa, aktiv bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa strukturalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha avtomatik speaking kuchayadi. Chunki mana aytganman sizlarga, bu yoqda mana bunaqa strukturalar chiqib tursa, umuman ko'rmagansizlar, normal, даже native'lar ham qiynalib qoladi mana bunaqani o'ylab o'qiyincha, Buni speakingda shunday yoki writingda aytadigan bo'lsalaring, mana ko'pchilik aytadigan bo'lsalaring, agarda ko'p skrinlar bilan vaqtini o'tkazadigan bo'lsa, odamlar o'sha
yomon odatlari tark etish qiyinlashib qoladi desak bo'ladi. Natijada mana sedentary lifestyle qiladi. Mana sizlarga men tuzib beraman. O'sha Suqrot Peterni ko'pchilik tanisa kerak. O'shani bitta approach o'ylab topgan, domino effect degan. Domino effect approach. O'sha approachda ketma-ketlikda bitta anoni topadi. Bitta asosiy muammoni. O'sha muammo nimaga olib keladi? O'sha muammoni, o'sha muammo yana qanaqa muammoga olib keladi? Yoki shunaqa, xullas. Men endi bu yoqda aytadigan bo'lsak, masalan, if deyman. If individuals, agar odamlar individuals are surrounded o'ralgan bo'lsa by screens, screenlar bilan, ya'ni telefonlar bilan all day long. Mana shuni xato yozganligimni bilmayman. Individuals all day long, kun bo'yi mana shunaqa screenlar bilan, telefonlar bilan vaqtini o'tkazadigan bo'lsa, they may become more reluctant to abandon negative yoki unhealthy habits deylik, nosog'lom odatlar. Unhealthy habits. Ya'ni odamlar shu ko'p o'sha internetda vaqtini o'tkazadigan bo'lsa, faqat screenda o'tkazadigan bo'lsa, ular nima qiladi? They may become more reluctant to abandon unhealthy habits, nosog'lom habitlarni, like scrolling through social media, mindlessly, binge watching TV shows on Netflix. Netflixda tinmasdan serial ko'radigan bo'lsa, and playing video games day and night degan bo'ladi. Shart emas. Masalan, agarda odamlar mana birinchi ideya mana shu asosiy muammo. Birinchi muammo nima ekan? Shu ko'pchilik telefonlarda vaqtini o'tkazadi. Ikkinchi muammo, bu qanaqa muammoga olib keladi? O'sha yomon odatlarni tark qila olmaydigan bo'lib qoladi. Masalan, social mediada prosta hozir ham telefoningizni olasiz, Instagramga kirasiz, shunday videoni ko'raverasiz, qayta o'tkazib, keyin qarasangiz soatlab o'tib ketgan bo'ladi. Yomon odatmi? Ha, yomon odat. Tark eta olasizmi? Yo'q. Resist qila olmaysiz temptationga. Xo'p, shunaqa social mediani mindless prosta scroll through qilasiz. Ko'p kino ko'rasiz, seriallar ko'rasiz. Men umuman qilib aytyapman-da. Netflixda bo'lishi shart emas bu. Yoki video o'yin o'ynaysiz, ko'pchiligingiz PUBG o'ynaysiz yoki boshqa onlayn gamelar. Tinmasdan o'ynaysiz. Tark qilasizmi? Yo'q. Xo'p, keyin thereby nima bo'ladi? Aynan keyingi muammo nima? Aynan mana shunaqa noodatiy, ya'ni unhealthy, nosog'lom odatlaridan kecha olmaydigan bo'lsangiz. Thereby exacerbate, yomonlashtirmoq, exacerbating their difficulty, ya'ni qiyinchiligini in nima qilish, adopting healthy habits, ya'ni o'sha sog'lom odatlarni shakllantirishda qiyinchilikni yanada yomonlashtirib yuboradi bu narsa. To'g'ri, yomonlashtirib yuboradi. Bo'ldi. Mana shu narsa. O'sha essayda odamlar nima deyapti? Ko'p vaqtini sarflaydigan bo'lsa nima bo'ladi deyapti? Sarflash kerakmi, yo'qmi deyapti.
ko'pchiliklar sarflash kerak deyapti, ko'pchiliklar sarflamaslik kerak deyapti. Biz agar sarflaydigan bo'lsa mana bo'ladi deb tushuntirib berishimiz kerak, sarflamaslik kerak demoqchimiz. O'shandagi negativ holatini tushuntirib beryapmiz shu yoqda. Xo'p. Agarda mana ketdi, birinchi degani aytdik, telefonni o'tkazadigan bo'lsa, yomon odatlari tark etolmaydi va sog'lom odatlari dagi qiyinchilikni yana yomonlashtirib yuboradi. Xo'p, endi nima bo'ladi? Considering this exposure yanada bir katta bo'lgan to screens Okay, unaqa deyishimiz ham shart emas. Hop, this bu in turn o'z o'rnida nima bo'ladi? Okay, as a result deymiz, natijada as a result they are more likely, katta ehtimollik bilan, to engage in bunaqa demaydi. As a result, they are more likely to lead a sedentary lifestyle, ya'ni o'sha o'troq hayot tarzi kechirish and kechirishga aniqladi and find it extremely challenging to engage in regular physical activity. Oh my god. Challenging to engage in regular physical activity. Hope they're more likely to lead a sedentary lifestyle and find it extremely challenging to engage in regular physical activity. Yani o'sha physical activityda bir qanaqadir shug'ullana olmaydi. Shunga ham which may cause chronic health conditions. Health conditions degani kasalliklar. Health, sog'liqqa doir kasalliklar. Like cardiovascular diseases and diabetes. Shunga o'xshagan kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bo'ldi. Mana shu yetadi. O'zi mana shunaqa bo'ladi ko'pincha. Aytsak bo'ladi, o'sha modern relevance approach'ini ishlatib, at a time when
screen time. Qanaqa deylik? yoki specification approach dan foydalanamiz. This is particularly detrimental for detrimental for children who are still whose overall development is still ongoing. Ya'ni hali ham umuman rivojlanishi davom etayotgan bolalarga juda katta zarar yetkazishi mumkin. Bo'ldi, mana shu bo'ladi. Xullas, kengaytirsa bo'ladi. Hozir bunaqa ideya kelgani yo'q. So that's it guys. Mana bitta ideyani olasiz, keyingisi sekin ketaveradi. Mana shunaqa grammatikani ularni bilmaydigan bo'lsangiz, mana men sizlarga ko'rsatib berdim. Writing ham qanaqa oshishini, plus speaking ham oshishini. Masalan, buni hammamga ham writing ham oshirib beradi-da. O'shanga ham readingni bosish kerak, normal yozish kerak. Ideyani yaxshilab beradi, keyin fikrlar tiniqlashadi. Shunaqa. Asosiysi reading. Readingdan 9 degani mana ulardan ham o'zi bo'ldi degani kamida 8+ olasiz deganida. Agarda mana bu ikkalasiga aktiv qilish kerak. Mana shunaqa narsalarni o'rgansangiz, aktiv qilsangiz keyin 8+ olasiz. Lekin listeningga ham endi qisman ko'p yordam beradi xullas. Agarda yaxshi harakat qiladigan bo'lsangiz. So that's it. This is pretty much it. Mana bu yoqda yozib qoldirdim qaysilari o'qishlarga kerakligini. Hozir mana shundan yana bittasi. Bundan ham New Scientistdan ham zerikadiganlar bo'lsa, hozir boshqasiga o'tdim men. The Economist bor-ku, C1, C2 dagilar uchun bu. Dagilar uchun The Economist. Bu o'zi C1, C2 uchun bu o'zi. Shu advanced level dagilar. Yaxshi, ancha yaxshi ekan. So'zlar tez chiqib turadi bu ichida ham. Keyin bunda ham wide range bor. Range of grammar and vocabulary. Damn. Vocabulary. Nafaqat nima deydi? Davlat economy haqida emasda bitta bu. Davlat inqirozi yoki urushlar haqida, newslar haqidagi vocabularylar emas, grammatikalar har xil doirada chiqadi. O'shanga ham ko'rish kerak. Sekin chiqadigan bo'lsa, kanalga tashlab birga praktika qilib turamiz. Xo'p, mana shu. Shundan boshlaydigan bo'lsalar, sekin. Atak buni ham ketkizsa bo'ladi, bir oyga yetadi bu ham. Xo'p, buni ham normal o'qiydigan bo'lsalar, o'sha bir oylar vaqt ketadi. Buni ham ikkitasini tugatasizlar. Ikkita yoki bitta ham yetadi. Ikkita tugatinglar. Men o'zim 3 tani tugatdim buni. Xo'p, bunga ketadigan bo'lsa, bir oy ketsin menga. Mayli. Endi mana shu yergacha keladigan bo'lsa bo'ldi. Asosiysi mana shu. Shu yoqqacha keladigan bo'lsa, meni gapimni eshitadigan odam bo'lishlari shart bo'lmay qoladi. O'sha mana shu yergacha kelsa bo'ldi. That's it. Thank you everybody.